Birinchisi, oila a'zolari orasida turli muammolar tug'ilishi, arzimas sabablarga ko'ra janjallar kelib chiqishi, hatto bir-biriga taom tanovul qilishi ham yoqmay g'ashlanishi, o'zaro suhbatda ovozlar balandlashib ketaverishi. Ikkinchi, uyda doimiy qayg'u va tushkunlik holati hukmron bo'ladi va oila a'zolari nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zlarini baxtli his qilmaydilar. Uchinchi, uydan chiqmaslik istagi paydo bo'lishi. To'rtinchi, xavotirlar va qayg'uli xabarlar davomiy kelib turadi. Beshinchi, tez-tez uchraydigan kasalliklar ko'payishi. Oltinchi, har doim uyquchilik hissi paydo bo'lishi. Yettinchi, umidsizlik hissi ko'payadi. Sakkizinchi, uyni doimiy tozalashga qaramay har doim yoqimsiz hid paydo bo'ladi. To'qqizinchi, asbob uskunalar sinaverishi. 10. Uy devor